Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Bu yerda ish qilyapti o'dek. Pulim yo'q edi. Mana oyoq kiyim chekasi yirtib olib tish beraverasizmi? Maylimi? Yo, bitta akadan so'radim, unamadi nari yoqda. Qurilish ishlar deydi. Ha? Ha, domda remont qilyapmiz. Burada tish beravering. Mayli, tish bersiz. Ha, ishga kelgani. Tepaga men ham beraveraman, men ham yo'ldan topmasam, men ham ishimni o'nglabdi. Bir-biridan qolib ketmaydi. Siz yaxshisan, Allohdan qaytsin, ha. qanaqa? Kichkina narsa bilan odam amal qilmaydi. Topan kerak. To'g'rimi? Ha, barcha. Yashash tarzimiz faqat puldan iborat emas. Mana bu narsani yirtig'u mana. Juda ham bir jirkanch holatda-da. Hozir siz kibr qilmasdan shu narsani tik berdingiz menga. Yana bepulga. Amaki, mana mukofoti. Alloh rozi bo'lsin. Yo'q, oling amaki. Men blogerman, oling. Buni bir oliy qimmat inson berdi bizga. Shuni egasiga kibrsiz, yaxshi insonga topshiring dedi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Alloh rozi bo'lsin. Amaki, rahmat sizga.